Assalomu alaykum hurmatli Benefit qozonchilar. Qalaversa Benefit axlasizlar. Hammangizni bugun 2025-yil 9-dekabr kunga bo'lib turgan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hurmatli qozonchilar, videoga kirgandan bir like'larni bosing. Xudo xolasa Benefit shahrida katta yangilik, endi Trend kafesi ochilyapti. Bugun 9-dekabrdan ishga tushyapti. Bemalol pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib, joylarni biron qilib, oilaviy kelib ovqatlanib kelsangiz ham bo'ladi yoki hamkasblar bilan yoki mana shu gapchi, ya'ni o'rtasha tag'in onamiz bilan kelib kelsangiz bo'ladi. Ya'ni onalarimiz bor ko'pchiligi masalan choy beradigan, otalarimiz bor choy beradigan, shularga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerimiz Kat ko'chasida joylashgan hurmatli do'stlar. O'ng qo'l tarafni tushuntirgan bo'lsam, Shahmiras to'yxonadan tushib kelasizlar hurmatli do'stlar. Shahmiras to'yxonadan tushib kelsangiz, mashina bozorining orqa tarafi bo'ladi-da bu. Kat ko'chasida joylashgan mashina bozor orqa tarafi bo'ladi. Shahmiras to'yxonadan tushib kelsangiz, chap qo'lingizga keladi. Xidir Mo'ykani ko'pchilik biladi, reklama aytganman. Xidir Mo'ykaning yon boshida joylashgan 2 etajli zdaniya. Trend kafe deb baland yozib o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol kelasiz. Muruga yaqdan kelganingizda hurmatli o'ng qo'lingizga keladi. Sezinni, ya'ni sezindan o'tganingizdan keyin hurmatli o'ng qo'lingizga keladi. Bu ham Xidir Mo'ykaning qattiqligida kelaverasiz. Hammangizni kutib qolamiz. Hurmatli 100 kishiga mo'ljallangan kafemiz bugundan to'liq ish faoliyatini boshlayapti. Eng sochli, mo'shli, eng mazali ovqatlarni hazit shu yerga yeb, dam olib, do'stlarim bilan hazit muraqib suhbatlashib ketaman desangiz, shu yerda tavsiya qilamiz, chunki место tixi место. Ikkinchi etajda 25 kishiga mo'ljallangan banketning zallari bor. Bemalol kelib 25 kishi, ya'ni maktab yubileylari bormi yo kollektivliklar bormi, bemalol kelib tug'ilgan kun, to'y, shunaqa narsalarni bemalol shu yerda o'tkazsangiz bo'ladi. Telefon nomerlar ekranda bo'ladi. Telefonlashib kelasizlar, albatta joylarni bilan qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa qanday ovqatlar yeysizlar, necha so'm bo'ladi, ba'zini oldindan bilsanglar ham bo'ladi. Hisob kitobini chiqarib shunaqa qilib kelaverasizlar. Bo'lsa davom etamiz. Xo'sh hurmatli kelganingizda sizlarni mana shunday chiroyli atmosfera kutib oladi. Bemalol 2 kishi, 3 kishi, 4 kishi kelib, albatta kechqurun ovqatlanib ketsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari отдельный xonalar bor. Ulardan bir xatar ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli keling. Hurmatli aka, issig'ana mana shunday banketning zallari bor. Bemalol kelib, oilaviy o'tirib ovqatlanib ketsangiz ham bo'ladi yoki do'stlar bilan kelib, mana shunaqa 4 kishi, 5 kishiga mo'ljallangan stullari bor. Bemalol o'tirib, yerda miriqib, dam olib, suhbatlashib ketsangiz bo'ladi. Albatta bu videomizni endi yaqinda choy beraman degan do'stlarga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'p to'g'ri ikkinchi etajga chiqdik. Ikkinchi etajda 3 ta отдельный xonalar bor. Keling, bemalol ko'rsatamiz. Bemalol kelsa 15 kishiga mo'ljallangan kelib, mana shu yoqqa miyaqki divanlarda o'tirib, shu yerda tamada qilib, o'zingizni chiroyli tug'ilgan kuningizni yoki bir tashkilingizni o'tkazib ketsangiz bo'ladi. Oilaviy kelib dam olib ketsangiz ham bo'ladi. Ya'ni ovqatlanib, shu yerda suhbatlashib ketsangiz bo'ladi. Konditsionerlar bor, xonalar issig'ina. Oldindan telefon qilib, burun qilib kelsanglar, xudo xolasa, nimasi muvofiq bo'ladi. Xo'sh, hurmatli aka, ko'p to'g'rilasa ikkinchi xonamiz ham shunday 15 kishiga mo'ljallangan akkuratli toza xonalar. Mana bemalol kelib, mana shunaqa miyaqki divanlarda o'tirib, suhbatlashib, tansiq olmadan tanovul qilib kelsangiz bo'ladi. Kel. Xo'sh, hurmatli aka, bundan tashqari aytib o'tganimizdek katta zalimiz bor, 25 kishiga mo'ljallangan. Bemalol kelib, mana shu yerda maktabning 30 yillik, 40 yillik yubileylarini sinfdoshlar bilan davrasida yoki bir mana shu katta kollektivlar bilan kelib o'tirib, shu yerda miriqib, dam olib, madaniy xoriq olib, ovqatlanib, mana shu yerda o'yin kulgi qilib ketsangiz bo'ladi. Juda ham katta zal. Bemalol kelaverasizlar. Agar yana qo'sh desangiz, mana yana qo'shtirib ham beradi. Agar siymasanglar 25 kishidan ziyod bo'lsa, bu yerga yana stolkasi qo'shib berish imkoniyatlari bor. Telefonlashib, o'zingiz bemalol ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ata duo qilib qo'ying. Assalomu alaykum. Amin. 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 Sizlarga rivoj bo'lsin. Amin. Asıl aldırmasın bular, yaxshilardan didorlashmoq nasib etsin. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Sizlarga rivoj, hamisha yosh kunlarda shu tug'ilgan kunlar, yubileylar o'tmak ham shunga nasib etsin. Topqalar yosh kunlarni Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar. Mana bugun Xorazm mahallamizda mana Xidir Mo'ykaning egasi Ulug'bek ukamiz kafe ochyotir. Xudoyim ishlarini omad tilaymiz. Shu ishlari bardavom bo'lsin. Yaxshi kunlarda xizmat qilish nasib etsin. Umundan bo'lsin, tabriklaymiz. Tabriklaymiz, rahmat. Mahallangizda mana katta yangilik. Rahmat. Mahalla shunday kunlar rivojlanaversin. Amin aytganingiz kelsin. Amin aytganingiz. Yosh tadbirkor yigitlar ko'paysin. Amin aytganingiz rahmat, kelsin. kuch-quvvat tilaymiz. Mana shu hayotimizni qo'llab-quvvatlab turganlar uchun rahmat. Rahmat aytganingiz kelsin. Bittayin. Siz so'msachi
Keling palovga. Bit bo'ldi mana xudo xolasa. Hay молодец. Qay, siz nima o'tamiz? Ham bo'lsa ishlardi. Aytaman. On bo'lursan, Xudoyim ichlarida to'y, tug'an kunlaring yaxshi o'tib ketgan Xudoyim. Vallahi ratim ko'rgayman. Aytaman. Tilamiz aka. Söyle. Aytıyoruz. Ramkomuz. Yok. Yapamam aka. Tanıştık. Aytaman, oturun. Böyle iki çay başlayalım. Aytıyoruz. Çile getirir. Bugün kafenin açılış arasında kelgan ekanmiz. Xudoyim klientlar ko'p bo'lsin, ishlari o'yindan kelsin. Yaxshi tilaklar tilaymiz. Aytaman, tilak qildim. Yine dua qilib bering. Amin. Acılatılan kafeler tutmaya olsun. İşlerinin rivayetini bilsen. Ama akşamları yaxşı günlerde kepinler. Seçmeler zor bu tutmak hammaga nasip etsin. Tabriklaymiz. Kafelerinin açılış münasebetiyle. Hamma yaxşı günlerde Tilak aytaman. Açılan kafeler mübarek olsun, içinde to'ylar bo'lsin, tug'ilgan kunlar, ziyofatlar, hamma narsalar bo'lsin. Klientlari ko'p bo'lsin. Tilak aytaman. Şuna yaxşı kafemiz açılır ekan, tutulmasın, to'ylar bo'lsin içinde, yaxshi kunlar. Nasip etsin hammani. Nima boshqa? To'ylar bo'lsin içinde. Aytganingiz kelsin, rahmat. Yaxshi kunlar bo'lsin. Kafenin açılışlarına tebrik yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, tug'an kunlar, ziyofatlar ko'p bo'lsin. Tabriklayman. Mana toza kafemiz açılır ekan, Xudoyim o'ng bo'lsin. İçinde savdosi ko'p bo'lsin, Xudoyim. Hamma vaqt shunday to'y bo'lsin içinde. Hamma vaqt shunday yaxshi kunlarda uchrashing. Sizlarga da omad. Başlı boğay. Hem mahsulları köp boğay. Hem de şuna yaxşı. Onlara bu kadar yapıyor. İçinde to'y boğay. Oldu, aytganingiz yaxshi kunlar bo'lsin. Trend kafenin açılgan ekan, şu açılışına keldik, Xudo kalasa. Mana ustovalar zakonniy. O'ng bo'lsin, ishlagan boshlagan ishlaymiz kafelar. Rahmat. Hammaga kelib ovqatlarda tatib ko'rishni tavsiya etamiz. Rahmat. Sizlar birining nima dedingiz? Detailing biron. Detailing birining nilar jamoasi kelib o'tiribdi. Qo'ng'ishi o'ng'indan bo'lsin. Adreslar bizning yonimizda. Ya'ni o'zlarimizning videolardan qo'yamiz hali bu yerga, Xudo kalasa. O'zbeklarga ko'z tegmasin, ishlar o'ng'indan bo'lsin, hammasiga omad. Yigitlar tilak aytaveraman. Aytaman. Do'stim aytasan. Tamam. Nechta sabasin? Aytash, nima aytash? İşlerin omad trend kafenin. Zo'r, rahmat yigitlar. Shunday qatnashib. Yaxshi. Amin. Elimiz taşlarını vergeysen, hatırlarını vergeysen, her bir adamı hayız bereket etmeyesen. Hastalarga şifayet vergeysen, derdine devam vergeysen, buna başlangıçları onunla başlasın Xudoyim. Xaridarlı olsun, tapkan tutanlarımız yaxşı günlerde, toylarda büyütmek nasip etsin Xudoyim. İşlerinize tavuş olsun. Şu xaridarlı olsun, klienti köp olsun. Rahmat aytganlaringiz kelsin. Yaxshi kunlar xizmat etdik. O'ng'indan bo'lsin ishlar. Rahmat. Tabii ki sağlık oturmakta neyse. Çekilesiniz.